Eshitadigan odam bormi bizda? Eshitsin. 3 kundan beri yuragimiz qon bo'ldi. Na uyqumizda, na yeyish-ichimizda halovat bor. Tepadagilar, Allohim sizlarning ko'ngillariga rahim shafqat solsin, ilohim. Kaza kuzatamiz, ishlamasak. Mana xalq sarson ko'chada, mana bechora 3000 ta odam sarson, och. 4-kun mana bugun. Ishsiz. Mana oxiri ko'chaga chiqdi, iloj qolmadi, boshqa yo'l qolmadi. Hech kim, hech qaysi mas'ullar eshitmayapti bizda. Hech kim eshitmayapti. Biz yordam so'raymiz. Mas'ullardan Shavkat Mirziyoyev yordam so'raymiz biz. O'rtadan menga qarang, o'zi borki, bozorlar hamma savdo do'kon yo'q. bozor zapishala ustashagan deydim, ha? Hali bozorda yoqib tashlagan. Viloyat hokimi eshitmasa, eshitadigan odam bormi bizda? Eshitsin. 3 kundan beri yuragimiz qon bo'ldi. Na uyqumizda, na yeyish-ichimizda halovat bor. Tepadagilar, Allohim sizlarning ko'ngillariga rahim shafqat solsin, ilohim. Bizlarning o'qimizni eshitdinglar. Qon bo'ldi 3 kundan beri. Saida Mirziyoyeva, iltimos qizijonim, onajonim, pensioner onalaringizni eshiting. Biz qachongacha bu o'rliklarga chidaylik? Halovatimiz yo'qolgan bizda. Na uyqumizda, na uyg'oqligimizda, umuman kunduzi ham, kechquruni ham halovat yo'qolgan. Iltimos sizdan Saida Mirziyoyeva bizni eshiting, onajonim. Onalarni, o'g'il olasini eshiting. Yordamimiz kasalmiz. Hamma yoshlarning ham bolalari bor. Bog'cha bolalari, maktab bolalariga. Maktab kreditlarimiz bor. Kreditlarni to'lash kerak. 300 million kreditlar to'lashimiz kerak. Saida Mirziyoyevadan iltimos qilamiz. Bizni eshitishlarini iltimos qilamiz. Yosh bolalar, ayollar davlat qilolmayapti odam. Mana xalq bozorni buzib, bunaqa kelib hammaga joy beramiz deb odamlar sarson. Bu joylar vaqtiga 10 yil, 15 yil oldin sotilib ketgan joylar, asl egalari kelib turib, hokimni oldiga ishtima deya olmay, hokim burilgandan keyin joyni sotib olganman. Kim kirishdi iloji yo'q bu yoqqa. Men solig'ini to'lab yuribman deb asl egalari qarshilik qilyapti. Bular esa hokimlar sizlarga joy beramiz deb xalqni tintishdan avora ishlatgan bozorni yopib, yo'q olib kelgani hech nima o'zgarmayapti. Mana odamlar minglab hamma sarson sargardon.